Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Hakimova Nigora Tahirovna, qishloq xo'jalik fitopatologiyasi kafedrasi professori. Bugun sizlar bilan kartoshka kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari mavzusidagi ma'ruzamizni quyidagi reja asosida yoritib boramiz. Kartoshkaning fitoftaroz kasalligi va uning belgilari, kartoshkaning fuzarioz so'lish kasalligi hamda uning belgilari, kartoshkaning fuzarioz quruq chirish kasalligi ularning belgilari, kartoshkaning alternarioz kasalligi va uning belgilari, kartoshka kasalliklariga qarshi qo'llaniladigan tadbirlar tizimidan iborat. Hammangizga ma'lumki, sabzavot ekinlari qatorida kartoshka ham inson hayotida katta ahamiyatga ega. Oziq ovqat ratsionida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda ko'p hollarda kartoshka ekini o'suv davrida, keyinchalik hosilni omborxonada saqlash davrida har xil kasalliklar ta'sirida kartoshkaning hosilining ancha qismi nobud bo'ladi. Himoya choralarini va boshqa tadbirlarni muntazam qo'llamaslik natijasida kasalliklar ayniqsa shaxsiy tomorqalarda ko'p uchraydi va katta zarar yetkazadi. Sabzavotlardan yuqori va sifatli hosil yetishtirishni ta'minlashning asosiy shartlaridan biri ekinlarni kasalliklardan himoya qilishdir. Buning uchun kasallik qo'zg'atuvchilarni rivojlanishi, tarqalishi, bir mavsumdan ikkinchisiga qanday saqlanishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish, shular asosida ekinlarni himoya qilishning samarali muddatlarini bilish va usullarini qo'llash lozim bo'ladi. Kartoshkaning aytamiz, o'suv davrida turli xil kasalliklar bilan zararlanadi. Virusli kasalliklar, zamburug'li kasalliklar, bakterial kasalliklar ko'plab uchraydi. Shulardan eng ko'p zamburug'li kasalliklardan bu fitoftaroz kasalligi hisoblanadi. Fitoftaroz kasalligi o'simlik kartoshka yetkaziladigan hududlarni barchasida uchraydi. Kartoshka kasalliklarida fitoftarozning belgilari dastlab barglarida paydo bo'ladi, poyalarida paydo bo'ladi. Barglarni orqa qismida yupqa mog'or hosil qiladi. Kartoshka tuganaklarida ham mana shunday belgilar hosil bo'ladi. Kartoshkada kasallik belgilarini harorat past bo'lgan paytda bularda g'uborlar paydo bo'lmaydi. Barglari o'sha poyalarda osilib qoladi. Bunday turdagi zararlanish so'lish bilan ajratish qiyin bo'ladi. Dog'lar o'sha kuyganga o'xshar bo'ladi. Kartoshka tuganaklarida esa qattiq bo'lib, qizg'ish et oladi hamda bu kesilganda o'sha markaziga qarab turib chirishlarni, dog'larni kuzatish mumkin bo'ladi. Bu kasallikni asosan zamburug'lar keltirib chiqaradi. Zamburug'li kasallik, demak kasallik qo'zg'atuvchi perinasparalis tartibiga mansub bo'lgan Phytophthora infestans zamburug'i keltirib chiqaradi. Kasallikni rivojlanishi uchun tez-tez yomg'ir bo'lishi, shabnam bo'lishi, havo harorati 10 gradusni yoki undan yuqori bo'lishni talab qiladi. Kasallikni optimal rivojlanishi uchun harorat 20-25 gradus harorat hisoblanadi. Kasallikning inkubatsion davri 4-8 kunni tashkil qiladi. Zamburug' asosan tuproq ustidagi o'simlik qoldiqlarida hayot kechiradi, qishlab chiqadi. Zararlangan kartoshka tuganaklarining asosiy infeksiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Kasallik ekinga qo'shni dalalardan, kartoshka yoki pomidordan tarqaladi. Kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'ni har xil irqlar mavjud bo'lib, har xil darajada kartoshka navlari zararlanadi. Butun dunyo bo'yicha fitoftaroz kasalligi bo'yicha kasalligini tarqalishi natijasida hosildorlik 70% gacha kamaygan. O'zbekiston sharoitida ham 25-45% gacha hosildorlik yo'qolishi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari kartoshkada yana aytamiz, fuzarioz so'lish kasalliklari ham mavjud. Bu kasallik ham zamburug'li kasallik hisoblanadi. Kasallik qo'zg'atuvchisi demak Fusarium oxysporum forma tuberozi hisoblanadi. Bu
kasallik belgilari asosan o'simlikni aytamiz yuqori qismidan so'lish belgilari bilan paydo bo'ladi. Asta sekin pastki qatlamlarda o'sha xlorotik dog'lar bilan namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bularda ildiz o'tkazuvchi to'qimalari zararlanadi. Demak, o'simliklarda mana bu so'lishni sabablari asosan mana shu zamburug'ni metabolitlari hisobiga zaharlanish sodir bo'ladi. O'simliklar so'liydi. Tepa qismlarda asosan mana bunday qizg'ish dog'lar tus oladi. Kartoshka tuganaklari odatda o'suv davrida unchalik zararlanmaydi, lekin omborxonaga qo'ygan davrda kasalliklar ko'proq zararlanadi. Ayniqsa bularni tuganaklarni kavlab olish, omborxonalarga joylash, turli mexanik jarohatlar orqali tuganaklarga kiradi va ularni zararlaydi. Toshkent viloyati sharoitida mana bu fuzarioz so'lish kasalligi bilan hosildorlikni 25-45% gacha kasallanganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari kartoshkada fuzarioz quruq chirish kasalligi ham uchraydi. Bu kasallik ham zamburug'li kasallik bo'ladi. Bunda kartoshka tuganaklarida xuddi qaynoq suvda kuyganga o'xshash dog'lar hosil bo'ladi, botiq dog'lar, ularning ichida kavaklar hosil bo'ladi, usti terisimon shakllarda bo'ladi. Bular asta sekin qurib kukunsimon shaklga keladi. Ichida bo'lgan g'ovaklari asosan mana bunday g'ovaklar paydo bo'lib, mog'or rivojlanadi. Demak, mana bu mog'orni zamburug'ni o'sha turiga qarab mog'orni ranglari ham xilma-xil bo'ladi. Sog'lom tuganaklar bilan zararlangan tuganaklardagi to'qimalar bir-biri bilan yaqqol ajralib turadi. Masalan, mana bu yerda sog'lom kartoshka a'zolari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda zararlangan tuganaklar, mana bu yerda ham kovak bo'lgan, ichida oq mog'orlar rivojlanishi, mana bu yerda tasvirda kartoshka tuganaklarini o'sha zamburug' mitseliylar bilan qoplangan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kartoshkada yana eng ko'p tarqalgan kasalliklar qatoriga biz alternarius kasalligini ham keltiramiz. Alternarius kasalligi ham zamburug'li kasallik bo'lib, bu alternaria salani zamburug'i, ya'ni gefamitsidlar turkumiga kiruvchi, tartibiga kiruvchi zamburug'lar hisoblanadi. Bu yerda kasalliklar o'sha aynan gullash fazasida tushadi o'simliklarni. Demak, bu yerda barglarda shu konsentrik dog'lar hosil qiladi. Mana yupqa bo'lib, asta sekinlik bilan mana bu mog'or qatlami qalinlashib, qoramtir ranglarga kiradi. Tuganaklarda ham kartoshkalarda mana shunday konsentrik shakldagi dog'lar ko'rinishda namoyon bo'ladi. Asta sekinlik bilan bular ham kattalashib, rivojlanib boradi. Kasallik uchun issiq hamda yomg'irli havo qulay hisoblanadi. Kartoshka kasalliklariga qo'llanilgan tadbirlar tizimi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda kartoshka tuganaklarini sog'lom tuganaklardan olish, almashlab ekish qoidalariga rioya qilish hamda aytamiz azotli, fosforli, kaliyli o'g'itlarni me'yorda berish, mikroelementlar bilan ishlov berish, kartoshka hosilini quruq havoda yig'ishtirib olish hamda o'simliklarni quritish va ularni qoldiqlarini daladan chiqarib tashlash, yo'qotish tavsiya qilinadi. O'simliklarni o'suv davrida kasalliklarga qarshi kimyoviy ishlov beriladi. Bularga qarshi 1% bardo suyuqligi, 90% mis xlorid eritmasdan 1 gektar maydonga 500-600 litr miqdorda har 10-15 kunda sepish tavsiya etiladi. Bundan tashqari Previcor hamda Ridamil Gold va Consenta preparatlari ham tavsiya etiladi. Kasalliklarni kartoshkani quruq, zararsizlantirilgan omborxonalarda 3-5 gradus haroratda hamda havoning nisbiy namligi 90-95% namligida sharoitida saqlash tavsiya etiladi. Biz ushbu mavzuni yoritishda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. E'tiboringiz uchun rahmat.